Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan El-Ardog'dagi taniqli aktyor Farhod Abdullayev haqida bugun tongda shoshilinch xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek kino olamining tirik namoyandalaridan biri, ko'plab rollari bilan mashhurlikka erishgan taniqli aktyor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Farhod Abdullayev YouTube'dagi podkastlarning birida mehmon bo'lib, bugungi kunda o'zini qiynayotgan fikrlar va jamiyatda mavjud bo'lgan muammolar haqida gapirdi. Artist deganda kim tushuniladi? San'atda har xil soha vakillari faoliyat yuritadi. Misol uchun, ko'pincha aktyorlarni qo'shiqchilar bilan bir qatorda ko'rib, artist deyishadi. Men bunday deyishni xohlamayman. Aktyor va xonandalarning darajasini ajratish kerak. Hofizlar xafa bo'lishmasin-u, aktyorlarning intellekti xonandalarnikidan baland. Ular tezroq ashula qilib, elga tanilib, kimgadir bergan 3-4 so'm pulini chiqarish harakatida yuradi. Ularning turmush tarzi shunaqa. Biz aktyorlar ularga nisbatan kengroq fikrlaymiz va kitob o'qiymiz. Eng o'qimaydigan aktyor ham yiliga taxminan 20 tacha kitob o'qiydi. Chunki teatrga pyesa olib kelinadi, o'qiladi, muhokama qilinadi. Har bir pyesa bitta kitob degani. Aktyorlar orasida lekin shunaqalari ham hech bo'lmaganda pyesalar o'qiydi. Aytayotganlarim teatrning haqiqiy, professional aktyorlari haqidagi mulohazalar. Bu yerda qo'shimcha adabiyotlarni o'qiydiganlar yo'q emas. Ularning fikrlashdan bilinadi. Shunday ekan, xonandalik va aktyorlik ikki alohida soha. U ikkinchisini qo'shib bitta nom bilan san'atkorlar deb atashadi. Bir fikrim bor, alohida soha vakillarini qo'shib unvonlar berishadi. Yo buni unvonni ajratish kerak yoki yana bitta unvon qo'shish kerak degan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan hofiz degani. O'shanda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan hofiz O'zbekiston xalq hofizi bo'ladi. Aktyorlar esa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist va O'zbekiston xalq artisti bo'lishadi. Shunda har bir ikkisi ham bir-biriga aralashmaydi. Onam rahmatlining buni tushunganlariga qoyil qolaman. Avvallari onamning artistning onasi deyishsa, mening o'g'lim aktyor der edi. O'rtoqda yo'q, mashshoqda yo'q. Sobiq ittifoq davrida Leninning partiya a'zolarining rolini o'ynagan odamlar albatta SSR xalq artistlari bo'lishgan, lekin G'ani Azamov, Obid Yunusovdek aktyorlar aslida gastrol spektakllar qo'yib teatrni boqqan, lekin ular uncha e'tiborga olinmagan. Hatto ota-onalarimiz ham komik obrazlardan ko'ra jiddiy rollarni, masalan, raykom partkomlarni o'ynasangchi deyishardi. Aslida esa komik janrda ijod qiluvchi aktyorlar ko'ngli bo'sh va juda aqlli bo'ladi. Misol uchun, o'zim rossiyalik aktyor Nikulin bilan gaplashib, kitoblarini ham o'qiganman. Obid Yunusov bilan suhbatlashganman. Obid Asomov bilan dunyoning gurungi haqida gaplashganda u inson ham hayotda umuman boshqacha odam bo'lgan. Ammo katta tragedik gavdali, lekin fikrli yo'q aktyorlar ham bor. Ularning gavdasi katta-yu fikri kichik. Fikri yo'q insonning mehri ham yo'q. Fikr qachon paydo bo'ladi? Bir narsani ko'rib, mehringiz tushsa, keyin nega bu bunday degan savollar sizni fikr qilishga undaydi. Voqelikni ko'rmasdan, fikrlamasdan o'tib ketaversangiz, qayerdan faylasuf bo'lasiz? Oldinlari partiya yig'ilish tadbirlarida so'zga chiqish kerak deyishsa, o'zining alohida statusiga ega Soyib Xo'jayev,
G'ani A'zamov, Shukur Burhonov yoki Olim Xo'jayevlarni yuborishmasdan Lilining rolini o'ynaganlarni yuborishardi. Misol uchun, hozir ham teatrda o'roqda yo'q, mayyoqda yo'q bir aktyor prezident bilan uchrashuvda paydo bo'lib qoladi. Uning o'rniga fikrlaydigan odamni yuborishsa, o'tirganlar uning nutqidan zavq oladi, chunki bu gapirishni biladi. Ana o'shanda u ko'pchilikka aktyorlar yaxshi fikrlar ekan degan xulosa keladi. Bularni aytishimdan maqsad hamma aktyorlar ham yaxshi fikrlar ekan, ular bilan ham hisoblashish kerak ekan degan ma'no olib kelish qiyin degan Farhod Abdullayev. Telefon orqali kelib qolgan. Men teatrdagi ko'p holatlar qiynaydi. Masalan, shulardan biri bir aktyor teatrga telefon orqali kelib qoldi. Qo'lidan hech narsa kelmaydi. Agar uning o'rniga operatorga rol berilsa, undan yaxshi qilib o'ynab beradi. Ammo anavi aktyor institutni tugatgan, davlat unga pul to'lagan, lekin hech kim unga kontraktni buzib, siz teatrga noloyiqsiz deb ayta olmaydi, chunki u yana qo'ng'iroq qiladi, shu bola mana mag'rur yuribdi. Eng qizig'i, u haqida gapirib, bu noto'g'riligini, uning yurishi yoshlarga ham ta'sir qilishini aytganimda, kattalardan faqat Rixsa opa munosabat bildirdi. Qolganlar jim o'tirishdi. Jim bo'lishlari ham mayli. Chiqqandan keyin unga hammasi joyida, yuraver deb qo'yishadi. Ana undan keyin bu bola albatta men to'g'ri yo'lda ekanman deb o'ylaydi, deydi aktyor. Meni befarq odamlar qiynaydi. Meni eng ko'p befarq odamlar qiynaydi. Eng yomoni ham insonlarning yon atrofga nisbatan befarq bo'lishidadir. Keladi, ishini bitirib jim ketadi. Teatrni, uning ertasi nima bo'lishi umuman o'ylamaydi. Teatr haqida ikki og'iz gapiring deyishsa, na yaxshi na yomon gap ayta oladi. Aslida yoshi tajribasini hisobga olganda hozir ularning gapiradigan vaqti. Shu kabi odamlarni tushunmayman. Jim kelib jim o'tirgandan ko'ra hech bilmaganda o'zi ishi haqida ijobiy gap aytsin. Hamma sohaga o'z fidoyilari kerak. Xuddi shunday teatrga uning ertasini o'ylaydigan, qayg'uradigan fidoyi aktyorlar kerak, deydi Abdullayev. Hamma o'zini o'ylaydi. Nima uchun bu paytga kelib jadidsirab qoldik? Hammamiz jadidlar kerak bizga deymiz. Nima uchun? Chunki o'zini o'ylaydiganlar ko'payib ketdi. Hamma o'zini o'ylaydi. Jadidlarning eng katta kuchi ularning hammasi o'ziga to'q insonlar bo'lgan. Tinchligini bilib, indamay yursa bo'ladigan vaziyatda ular xalqni o'ylab, gazeta chiqaray, teatr quray, maktab ochay, bolalarni o'qitib, millatni ko'taray deb jonini fido qilgan, deydi kino va teatr aktyori Farhod Abdullayev. Aktyor Farhod Abdullayev: samolyot olganimiz bilan maqtanamiz, lekin saratonni aniqlaydigan apparat Toshkentda bitta. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Farhod Abdullayev bugungi kunda o'zini qiynayotgan muammolar hamda kasbiga fidoyi aktyorlar qanday bo'lishi lozimligi haqida intervyu berdi. Yomon odatimdan voz kecha olganman. Insonning ichida o'zining ichki ovozi bo'ladi. U ovozga quloq solib yaxshi yashash kerak. Men 2000-yil 2-marta sigaret chekishni tashlaganman. Juda ko'p chekardim, hatto qo'llarim sarg'ayib ketgan edi. O'sha kuni ertalab o'zim bilan o'zim gaplashdim. Oxirgi qarorim chekishni tashlash bo'ldi. Teatrga bordim, u yerda bolalar qarab turibdi. Men bugundan chekmayman deb qutini g'ijimlab uloqtirdim. 4-mart kuni toqqa chiqqanmiz. Hamrohlarimning hammasi chekardi. Men o'shanda chidab turdim. Mana o'sha payt ham o'tib ketdi. Farhod Abdullayevni o'z sohasida qanday muammolar qiynaydi? Sohamda qiynaydigan muammoni birinchi institutdan topish kerak. Jadidlar xalq orasida qidirishimiz kerak. Farhod Abdullayev: marhum yaqin do'stlarim haqida kundaligimga yozganman. Alisher Hamroyev, Fathulla Masudov, G'aybulla Hojiyev, Turg'un Azizov, ular bilan bo'lgan voqealarni yozib borganman. Shu joyida quyidagilarni aytib o'taman, ayb bo'lsa ham. Mana masalan, 2 samolyot oldik, 4 vagon oldik deymiz, lekin ko'p insonlar onkologik kasalliklar bilan olamdan o'tib ketyapti. Onkologik apparat respublikada faqat bitta joyda bor ekan, chamasi.
40 million. Prezident Sog'liqni saqlash vazirligidan qanday apparat kerakligini so'raganda, viloyatlar uchun mana shunday apparatlar kerakligini aytsa, tamom, buyruq beradi, shu narsalar olinadi. Yaqin do'stlarim Po'lat akam, Said Qosimov, Abdurrahim Abduvahobovlar to'satdan shu kasallik bilan olamdan o'tib ketishdi. Bunday misollar juda ko'p, deydi Farhod Abdullayev. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.